Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Nazarbek Grand to'yxonasi yaqinida mana shunaqangi chiroyli asfalt ko'chani yuzida ikkita yonma-yon egzi xonadonlarimiz egalari tomonidan sotuvga qo'yildi. Birisini korobka holatida, birisini bo'lsa o'rtoqli ichlari tayyor 100% bitkazilgan, yevro remont qilingan holatda olishingiz mumkin. O'rtoqli 2 sotuvda 6 ta xona plus kattagina podval qismlari bilan chiroyli ta'mirdan chiqarilgan bu xonadonimizni o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Fasadiga necha o'ng tomonda darvozaxonamizni ko'rasizlar. Mashinangizni bemalol navestiga olib kirib qo'yaverasiz. Burchakkadan chiqarib qo'yilgan zeleniy zonalariga ega podval qismlari ham to'liq podval qilingan. Aytganimdek, bitta minusi fasadini o'zingizlar chiroyli travertin qilib olsanglar bo'ldi. Mana shunaqa qorasuv holat topshirilmoqda. Hovlini burchagida mana shunaqangi hojatxonalari ham qilingan. Xudo xolasa bekam ko'ch chiroyli xonadon. Olgan odam mazza qilib yashaydi, xudo xolasa. Ayniqsa menga eng yoqqan joyi ko'chasini tekis va ravon, chiroyli asfaltdan chiqarilganligi bo'ldi. Chekkalarda sariq liniyalar ham bor ekan. Demak, binochiga kirishimiz bilan, hurmatli mijozlar, mana shunaqangi hol qismi, oppoqqina zinalarimiz podvalga va ikkinchi qavatga chiqish uchun sharoitlar qilingan. Bu yoqdagi xonalarimizni ko'rsanglar, birinchi qavatimizda holdan tashqari oshxona, mehmonxona va yotoqxonalarimiz va umumiy sanuzellarimiz qilingan. Keyingi mana shunaqangi oppoq eshiklarimiz orqali ayollarimiz uchun juda ham qiziq bo'lgan xona oshxonamiz. Fartuq kafelar qilingan oshxona mebelini tagiga mana shunaqa kafel yotqizilgan. Bu o'rtoqlar ovqat qilayotganingizda yog' to'kilsa artib yuborish uchun qilingan narsa. Agar parket bo'lganda suv to'kiladi, boshqa to'kiladi, ishib ketish ehtimoli bor-da parketda, lekin kafelda uni anaqasi yo'q, yog'i ham artaverasiz, suvi ham artaverasiz. Otaxon, onaxonlarimizga ajratilgan yotoqxonani aboylariga qaranglar o'rtoqlar. Qanaqa? Sizlarga yoqdimi yo'qmi? Xuddi o'zim uchun yashayman deb niyat qilib qurilgan xonadon. U yoqda umumiy sanuzellari ham qilingan. Xudo xolasa yaxshi materiallar ishlatilgan, pishgan g'ishtdan qurilgan bino o'rtoqlar. Sanuzellar ham ko'rasizlar. Hamma sharoitlar yetarli. Hamma aksessuarlari qo'yilgan, sushilkalargacha qo'yilgan. Endi o'rtoqlar, mehmonxonamizga marhamat qilasizlar. Bemalol uzoq yaqindan kelgan mehmonlar bemalol mana shu xonaga olib kiraverasizlar. Mana ikki xil aboydan kombinatsiya qilinib, patologini gipsokartondan chiroyli shakllar berilib, podsvetkali chiroqlar orqali juda ham yorug' bo'lib turibdi. Bu yoqqa endi bitta chiroyli katta lyustra qo'ysa, yanada ochilib ketadi. Orqa hovlisini ham mana shunaqa burchakkadan chiqarib qo'yilgan. Kengina taxminan 1 metr, 1,5 metr kenglikka ega bo'lgan orqa hovlimizdan bemalol havo aylanib, xonalarimiz yorug'qina bo'lib turadi. Hol qismida o'rtoqlar mana bu yoqda yumshoq mebellar zonasi bor va bu yoqda ro'parasida bo'lsa televizorni zona qilingan. Ya'ni bemalol televizorni qo'yib qo'yib, yumshoq mebellar bilan jihozlab qo'ysanglar, o'tirib, mazza qilib, kechki payt oila davrasida kino ko'rib, inshaalloh nasib qilsin. Yaxshi niyatda mana shu muborak kunlarda niyat qilib qo'yaveringlar. Allohga oson. Mehnatini qilamiz, sababini qilamiz, natijasi Allohdan. Inshaalloh Allohim shunaqangi zo'r xonadonlar nasib qiladi. Podval qismida katta mana shunaqa xonalar o'zingizlarning ehtiyojlarga mos ravishda xohlasanglar PlayStation xona, xohlasanglar bilyard, xohlasanglar mazza qilib dam olish zonalari qilib qo'ysanglar bo'ladi yoki farzandinglar uchun o'yingohlar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda mazza qilsa bo'ladigan sharoit. Demak, hurmatli mijozlar, bu kommunikatorlarimiz, bollarimiz o'rnatilgan. Endi oppoq zinalarimiz orqali ikkinchi qavatimizga ko'tarilamiz. Zangiota tumani Nazarbekda joylashgan mo'ljal Grand to'yxonasi. Egalar tomonidan reklama qilyapmiz. Xohlasanglar mana shu uyimizni korobka variantini olinglar. Xohlasanglar mana shu ichkarisilar bitgan 100% yevro remont qilingan, faqatgina fasadi qora suv bo'lgan uyimizni olinglar. Narxlarni o'rtoqlar o'tib kelishtirib berishadi. Otang bozor, onang bozor deyishadi, lekin kelib joyida savdosini qilib narxlarni kelishtirib arzon qilib olsanglar bo'ladi. Hurmatli mijozlar, ikkinchi qavatga chiqqanimizda mana shunaqa koridor qismi, zinaning ustida ham lyustralarimiz ilingan, o'ng tomonimizda bo'lsa balkon qismlari mavjud. Balkondan bemalol hovlini kuzatib tursanglar bo'ladi, yaxshi chiroyli manzara bo'ladi. Hurmatli mijozlar, Uy Bozor TV kanali siz uchun eng chiroyli va shinamgina xonadonlarni berib boradi. Telegram kanalimizda eng arzon hovli 50 ming, 60 ming dollardan boshlanib 100 ming, 200 ming, 300 ming, 500 ming, 600 ming ketaveradi. Xohlagan uylarni topishingiz mumkin. Kuniga 4 ta 5 ta zo'r variantlarimiz qo'yilyapti. Bilasizlar, yaxshi arzon variantlar tez ketib qoladi. O'shaning uchun ulgurib qolish uchun Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Uy Bozor TV yozsangiz chiqadi yoki opisiyaga ssilkasini qoldiramiz. Ikkinchi qavatdagi mehmonxonamiz, hovlisiga qaragan oynalar qilingan. Endi o'rtoqlar bitta gapda, ikkinchi qavatda mehmonxona kerakmi yo'qmi o'rtoqlar o'zi? O'zingizlar etinglar, fikrlanib qoldinglar.
Bu yerda ham bitta xonamiz mavjud ekan. Buni zina tomonga qaragan oynalari qilib qo'yilgan. Bitta mana shu lekin zina tomonga qilingan oynaligi uncha yoqmadi, chunki buni ko'chaga qaratib qo'yganda zo'r bo'lardi, to'g'rimi? Demak, bu yerda ikkinchi xonamiz va buni o'zini balkon qismlari mavjud ekan. Hozir orqa tomonga qaragan balkonni ko'rsataman, maza qilib olasiz. Razvedkalar ham tashlab ketilgan. Mana bu yerda er-xotin mazali qilib suhbatlashib, choy ustida, zo'r sharoitlar, xudo xolasa. Hurmatli mijozlar, bu uyimizni egalar aniq narx aytishmadi. Telefon qilishsin, narxlarni kelishtirib beraveraman deyishdi. Telefon qilaverasizlar. Agar siz ham uyingizni, joyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, masalan, kvartira bo'ladimi, hovli bo'ladimi, Uy bozor TV kanalida biz chiroyli reklama qilib, o'zimiz borib syomka qilib, kanallarimizga joylab beramiz. Bizning uylarimizdan 300-400 dan ortiq uylarimiz sotilyapti, xudo xolasa. Unisidan muammo yo'q. Agar joyingiz arzon bo'lsa, tez ketadi. Xonadonimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosing, yaqinlarimizga yuborib qo'ying. Salomat bo'ling.